Zulfiya men ham o'ynab yurganim yo'q, halol mehnatdaman taraxchilikda. Sentyabrga bolalarga maktab forma qilish kerak. Bolalarga kiyim? Ya ana, ish ham boshlandi, bitta mashina kelyapti. Duo qilib o'tirgin-a, o'g'limni barakasini bersin. Qani? Voy dod, meni urib ketishdi, nonko'rlar. Yaxshimi sotdi, nima qilib yotibsiz? Basharangga qo'tirjam, shu hozir urib ketding-ku. O'zi sakrab yotib oldingiz-ku. Bo'pti-da, yozaman ekanda, tushunmaydi odam ekan. Yuring, banisiga boraman. Banisiga bormayman, banisiga olib borasan, 102 qiladi. Tilhat bilhat o'zingga arini uyasi. Nima qildingiz siz unda? Hamma narsani ham yaxshilik yo'l bilan hal qilsa bo'ladi-yu. Voy. Aka, mana shu go'shtingizdan 5 kilo berib yuboring. 5 kilo? Nima qilasiz 5 kiloni? Uka, mashina bilan urganingni aytdim-da, o'pirib yubording. Mana shu qo'yib ataman, go'sht bitiradi. 5 kilo bering aka. Bering aka, ko'tarib olasan. Aka, bu kalbasangiz halolmi? Biz halol yo'l bilan pul topamiz-da. Kalbasani nima qilasiz? Qovurg'amni sindirding-ku, jon aka. Bitta qovurg'aga bitta kalbasa. Uy, ichida bo'lmaydigan darajada o'g'rayapti-yu. Opa, zarli pomadangizdan bo'lsa ayolimga ikkita berib yuboring. Endi oshirib yubordingiz. Buni nima qilasiz? Bo'lmasa yozaman ekanda, jon aka. Bo'ldi, bering, ikkita bering shundan. Voy, bultirgi jonim. Ras. Ha, shundan olib berasan. Nima qilasiz buni? Olib berasan dedim, olib berasan. Bo'ldi, olib beraman, qayt turing. Ko'zlarimda yo'q. Nech pul edi? Ana bugungi plan ham to'ldi. Jon aka, aytgan hamma narsangizni olib berdim. Tavba qildingmi? Tavba qildim, o'ylagan. Narsalarni nimaga qo'yding? Sur shopir, qaytib yo'limdan chiqma, bor. Ye. Halo. Ha, Zulfiya? Dugonalarimiz bilan gapimiz bor. 200 dollar ishlab keng. Shuni birato'la ertaroq aytmaysanmi, Zulfiya? To'xtab Sen yo'q qiz tanimayman dedi. Nimaga like bosasiz? Like bosgan yo'q dedi, olsangiz so'raman. Latta. Ayol kishiga ham qo'l ko'taradimi? Chumo. Ye'onayni. Onangni dedimi? Zulfi bo'ldi, hal qildim. Yirnikidan chiqdi. Onangni deganing uchun ham javob berasan. Aya, qaynatam hali beri tetigo. 1-2 yil umri qolganmi yo'qmi? Sabr qilib xizmatini qilib turaver, hamma uyday senga qoladi. 1-2 yil sabr qila olmayman. Hozirdan ishga kirishmasam bo'lmaydi. Tarakallarim rosa ko'payib ketibdi. Bular dori bilan o'ldirmasa bo'lmaydi. Kelin, buni qilgan sonsaydi, jinday tuz ekanmasmi-kun? Yo'q, dadajon, tuz ekan bo'lib qoptimi? Hozir tuzsa beraman. Mana dadajon. Tuz desa tuzga bo'ktirib qoladigan kelinim bor. Dada 120 qildi. Bilmayman, kecha aytsamda ayniganmi yo, tuzni ko'p qo'shib yubordim, o'shani yedim. Boshim aylanib, yuzimga narsa toshib, ko'zim ham Esmeraldaga o'xshab ko'rmay qolyapti. Yuring doktorga olib boray. Kerak emas, tir yo'qol. Kelin, ko'zdorimda apkeng, yo'qol. Topdim dadajon. Bilishni bor, dalni yo'q-da. Qariganingda shu narsasiz yurib bo'lmas ekan. Bitta tomiz olay-endi. Tomizing dadajon, sirpanchiq kafellarda bitta salto otishingizni ko'rar ekanmiz. Kelin! Yopishib qoldi-yu. Kelinim. Bu safar aniq ketdi. Yaxshigina qaynatam bor edi-ya. Dada, bu nima ahvol? Qo'l sindi. Ko'zga yopishtirib oldim. Basharlarga min narsalar toshib yotdi, ulan. Atiga 1 soatga ko'chaga chiqqandim. Shuncha ish bo'lib ketibdimi? Ajal quvolyaptim, bilmayman, itdek quvolab big'illatyapti. Qarang, men sizga barbekyu burgerdan burger olib keldim dadam. Hozir maza qilib yeb olamiz. Ana. Mazali barbekyu burgerni men o'zimga aytganman dadajon. Siz uchun maxsus mehnat qilib ovqat qilganman. Rahmat ona qizim, shunisiga ham shukr. Shunaqa mazali burger bo'ladimi? Nimaga ularni ajratib qo'yapsiz? Sho'rikdagi itda ahli yetgan, meni aqlim yetmadi bu dorilikka va hammasi muxlab keldi. Hech narsa bo'lgan yo'q, ko'zlarim ham ochiq, tushundingmi? Seni ham, Darmayt o'g'lim ham uyimdan yo'qol. Uyga alohida kampirab kelib, mazaq yashayman. Big'illataman. Bozorda yolg'on bo'lmasin. Mol sotsang aybini aytib sotishga olma, big'illataman mazgiylar. Assalomu alaykum usta aka. Alaykum assalom. Xotin bitta mashina olmoqchi edik. Aha. Toza deyishyapti. O'zingiz bitta ko'rib bering. Mana shu toza mashinalardan yomon zerikdim. Baqa yurchi? Assalomu alaykum hoji aka. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Mashina 2024, kraska toza, 0 probeg. Nimaga 5000 dollarga berib yuboryapsiz? 5000 dollar boshlang'ich narxi. Qolgani 50 yilga 500 dollardan xolos. Onasini emsan. Necha yoshga kirding? 20. 50 yildan keyin 70 ga kirasanmi? Mashinani o'zi boq, o'laverasan aka. Uka, baqa yur. Boshqa mashina ham bor hoji aka. Tavba qildimi? Mendan qora mashina olishing shartmi? Katta bola bo'lmoqchi edim-da. Katta bola bo'laman deb bozorga latta bolaligingni isbotlab qo'ymagin. Mana buni ko'rib beringchi. Buni ism familiyasi nima ekan? Keling hoji aka. Bu to'choq ham o'zimizga qarashli. Aptekachi menga 2015-yil.
Atiga 10 ming probeg yurgan xolos. Voy, zo'r mashina ekan-a. 2015-yil bo'lsa, inasini yerdan 10 ming probeg bo'laman aka. Ha, ishiga borgan kelganda hoji aka. Nima, shunda aptekasi uyda bo'lganmi? Aldayapti, yur baqa. Usta aka bo'ldi. Mana shu mashinani olsam ham olaman, olmasam ham olaman. Menga farqi yo'q, qara. Aka qancha deyapsiz? Aka buni narxi bo'lishi 14 ming. Muncha qimmat aka, 14 mingga nima balo? Hoji aka, hozir jentralar narxi oshgan. Uni ustiga masla, navrotlari qilingan. Mayli, olaylik mana puli. Berib yuboring bo'ldi. Menga farqi yo'q, shashilyapsan bola. Aka mana 14 ming baraka. Bo'ldi, rahmat. Dadasi green kartam chiqdi, endi Amerikaga ketamiz. Yo'q, rostdanmi? Ha, bizga mashina kerak emas endi. Aka, bo'ldi, pulni bering, kuchvaratmang. Bu sizlarning mashinalaring. Baraka bo'ldi, hoji aka. Nima? Bularning basharasi endi ochilyapti. Bo'pti, qaytarib sotamiz 14 mingga. Ha. Yo'q, hoji aka, 14 mingga qimmat. 7 mingga bo'lsa olib qolamiz. Jentralar narxi hozir tushgan. Nimaga 2 mingta tushib ketdimi? Yarim pulini aytyapsiz. Qarang, 70% kirashgan. Kapot almashgan. Uni ustiga 2 marta yumalagan. Butun bozor biladi. Navrotlari ham bor buni. Hoji aka, xohlasangiz navrotlarni yechib oling. Isming nima edi seni? Mishka. Mishka emas, mashka degin to'g'riroq bo'ladi. Endi kuching boricha mana shu bozor bo'ylab qoch uka. Nimaga? Yetib olsam 14 ming dollarlik bixillataman men aka. Voy hoji aka. Voy hoji aka. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar tovondan mashkal boshgacha. Onangni emgurlar. Dadajon, qarbim quyilmas ekan sizda. Yosh bolaga o'sha pomidor sanab o'tirishingizni qarang-da. Keling siz bilan bitta erkakchasiga gaplashib olaylik. Ye onangni emgir. Kelinim ulimdan mujik. Nima gaping bor, gapiraver. Xullas, hamma pensiyangizni Rohat xolamga tashlayotganingizdan xabarim bor. Voy, o'ldim. Bir hafta men aytganlarimni qilsangiz, Rohat xolam o'zim sizga kelin olib kelib beraman. Jonim kelinim. Hamma narsaga tayyorman. Uylansam bo'ldi. Faqat bu gaplarni o'g'lingiz bilmasin, tushundingizmi? Bo'ldi gap yo'q. Ona qizim, o'zimga super kelak kuyib svalka qilib yuboraman. Qanday burger? Mana shu barbekü burgeringchi zo'rda o'lim. Ona qizim, katta qamover. Turay choy damla. Ha, dadajon. Nimagadir 2 kundan beri tinmay choy damlagim kelyapti. Bitta damlachi qanachi har kuni? Sini traktor приставляет. 4 kun qoldi joningdan rohat oy. Yaxshilab arting dadajon, hali ishlar ko'p. जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना. Hamma kirlarni birato'la olib chiqing kelin. O, 2 kun qoldi, 2 kun. Kecha gaplashdim-ku, nimaga o'ladi? Ona qizim bitta tuzini ko'rib. Hey, yig'layapsiz? Qarindoshimiz o'lib qopti. Hammamizda boshimizda bor-ku. Sabr tilayman. Kim o'libdi, ona qizim? Rohat xolam o'libdi. Ilohomin joylar jannatdan. Nima? Men rohatim o'libdimi? Nimaga o'ladi? Shum qadam kelin, bir haftadan beri it olib meninglarda ishlaringni qilyapmanmi? Nimaga o'ladi? Menga rohat topasan, tushunding, bilmayman. Hamma joyda qoramini chiqarib, baqir-chaqir qilib yuboraman. Biqillataman topmasang, rohatini ko'raman deganimda pishibdi-da. Bo'lmasa men rohat oldi ko'maslar. Men ham o'zimni o'ldiraman.